2026-yilda barcha kasalliklardan qutulishni xohlasangiz, og'riqlarsiz yashashni xohlasangiz, bu video aynan siz uchun. Nima uchun hozirgi kunda suyak yemirilishi, grija, sahar, davleniya, bosh, bel, tiz og'riqlari kabi kasalliklar juda ham ko'payib bormoqda. Nima uchun dori ichyapmiz, lecheniya olyapmiz, lekin sog'aymayapmiz? Aslida muammo kasallikda emas, kundalik odatlarimizda. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi videoda men sizlarga 2026-yilda shifokor sifatida tavsiya qiladigan, ilmiy asoslangan bir kunlik to'liq 7 ta odat nomli sog'lom hayot rejasini tuzib beraman. Agar siz bergan tavsiyalarimga to'liq rioya qiladigan bo'lsangiz, 10 kunda natijasini sezasiz. Agar yil davomida bajaradigan bo'lsangiz, barcha kasallik va og'riqlaringizdan xalos bo'lasiz. Bu odatlarni bajarganingizdan keyin o'zingizda qanday o'zgarishlar bo'lganligini kommentariyada yozib qoldiring. Bu videoni o'zingizning yoningizda doim sog'lom yurishini xohlaydigan insoningizga jo'natib qo'ying. Men bilan tibbiy bilimlaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling, like qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Demak, boshladik. Birinchi odat och qoringa iliq suv ichish. Uyg'onganingizdan keyin yuzingizni yuvib 200-250 ml, ya'ni 1 stakan iliq suv ichish. Bu iliq suvni keyinchalik 1 litrgacha oshirib borish kerak, ya'ni etap suv miqdorini ko'paytirib boriladi. Agar suv minerallar bilan boyitilgan bo'lsa, yana ham yaxshi. Chunki tun davomida oshqozonda kislotalik oshadi, qon quyuqlashadi, ichaklar peristaltikasi, ya'ni ishlashi sekinlashadi. Iliq suv ichganimizdan keyin oshqozondagi kislotalik kamayadi, u qonga to'liq so'riladi, suyuqlik to'liq so'riladi va qon aylanishi yaxshilanadi, qon suyuladi, ichaklar peristaltikasi yaxshilanib ishga tushadi. Ayniqsa bu qabziyati bor, ya'ni ich qotadigan bemorlarda, yurak qon tomir sistemasida muammo borlarda, hazm qilish sistemasi yaxshi emas va og'izdan noxush hid keladigan bemorlarda juda samarali natija beradi. Esda tuting, faqat iliq suv ichish kerak. Sovuq suv bu stress, qahva esa bu dehidratatsiya. Ya'ni qahva ichganimizdan keyin peshob ayirish, ya'ni peshob chiqishi kuchayib ketadi. Buyraklar funksiyasi oshadi va qondagi suyuqlik buyrak orqali chiqib ketadi. Natijada qon quyuqlashadi. Ikkinchi odat tanani uyg'otish. Bunda dushga kiramiz va bo'ynimizdan pastga iliq suv quyib olamiz. Keyin bizga kerak bo'ladi juda qattiq ham emas, juda yumshoq ham emas, o'rtacha qattiqlikdagi sochiq kerak bo'ladi. Bu sochiqni issiq suvga solib namlaymiz va qattiq siqib tashlaymiz va butun tanamizni, bo'ynimiz, butun tanamiz, qo'llarimiz, oyog'imizni uchigacha ishqalab artamiz. Ya'ni teri qizarguncha artamiz. Sababi teri katta refleksagen zona, ya'ni og'riqni, sovuqni, issiqni sezuvchi barcha nerv uchlari, retseptorlar terida joylashgan. Biz ularni sochiq bilan ishqalab uyg'otamiz. Natijada qon aylanishi 5-10 barobarga oshadi, limfa oqimi yaxshilanadi, immun tizimi uyg'onadi. Bu ayniqsa oyoq qo'li doim muzlaydiganlarda, oyoq qo'lida shish bilan yuradiganlarda, butun tanasida og'riq sezadiganlarda, qon aylanishi va immuniteti sust odamlarda juda yaxshi natija beradi. Shu kabi sog'lig'ingiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlardan doim xabardor bo'lib turish uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Uchinchi odat nafas olish. Noto'g'ri nafas olish butun organizmda buzilish keltirib chiqaradi. Ya'ni har bitta organimiz nafas olganimizda harakatlanadi. Umurtqa pog'onasi ham nafas olganimizda to'g'rilanib, ya'ni uzayadi va nafas chiqarganimizda joyiga qaytadi. Umurtqaning o'rtasidagi disklarda qon aylanishi yaxshilanadi. Agar biz noto'g'ri nafas oladigan bo'lsak, umurtqa pog'onamizdagi harakatni, ichki organlarimizning harakatini buzib qo'yamiz. Nafas mashqlari stressni pasaytiradi, asab sistemamizni tinchlantiradi, kortizol gormonini kamaytiradi, miyaga va butun organizmimizga boradigan kislorod miqdorini oshiradi. Ertalabki 30 daqiqalik alohida mashqlar. Bu sport emas, bu aniq rejalashtirilgan maxsus maqsad bilan qilinadigan mashqlardir. Kun davomidagi jismoniy mehnatingiz aniq rejalashtirilgan 10 daqiqalik mashqning natijasini bera olmaydi. Lekin shuni yodda tutishimiz kerakki, har bitta kasallikka, ya'ni
suyak yemirilishi, grija, bel, bosh og'rig'i, tizza, yelka og'rig'i, bo'yin og'rig'i kabi kasalliklarning har biriga alohida mashqlar bor. Agar sizga nafas mashqlari yoki yuqorida sanab o'tilgan kasalliklar uchun maxsus mashqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga Telegramdan o'zingiz uchun kerakli bo'lgan mashq nomini yozib qoldiring va biz sizga tashlab beramiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. 5-odat nonushta. Hech qachon nonushtasiz uydan chiqmang. Nonushtasiz yurish insulin balansini buzadi, qand, ya'ni shakarga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi, charchoq, umumiy holsizlik, asabiylikka olib keladi. Nonushtada shirinlik yemang. Nonushtada yengil uglevodlar va oqsildan ko'proq iste'mol qiling. 6-odat kun davomida ish vaqtida har 1 soatda 3-5 daqiqa mashq bajarish. Uzoq o'tirib ishlaydiganlarda o'tirgan holatdagi muskullar charchaydi. Tik turib ishlaydiganlarda esa tik turganda ishlaydigan muskullar charchaydi. Shuning uchun o'tirib ishlaydiganlar 1 soat ishlagandan keyin turib bir marta yengil yurib, bo'yin, yelka mashqlarini yengil bajarish kerak. 3-5 daqiqa. Tik turib ishlaydiganlar esa 1 soat ishlagandan keyin o'tirib, yengil bo'yin, yelka mashqlarini bajarib yuborish kerak. Bu ham 3-5 daqiqa. 7-odat yengil kechki ovqat va o'chiq ekran. Kechki ovqatni og'ir yemaslik kerak. Agar og'ir kechki ovqat yeyiladigan bo'lsa, barcha qon oshqozonga to'planadi. Yotganimizdan keyin oshqozon ovqatni hazm qilishga qiynaladi va uyqumiz yaxshi bo'lmaydi. O'chiq ekran esa bu uxlashimizdan 1 soat oldin televizor, telefon kabi ijtimoiy tarmoqlardan umuman foydalanmaslik kerak. Chunki ular melatonin gormonini kamaytiradi, chuqur uyquni buzadi, miya dam olishi va organizmning qayta tiklanishini yomonlashtiradi. Sog'lom hayot bu oddiy, lekin har kuni qilinadigan to'g'ri odatlardir. Harakat bo'lmasa hech qanday dori-darmon yordam bermaydi. Bizda bir yomon odatimiz bor. Sifatga emas, songa ko'proq e'tibor beramiz. Ya'ni ertalab turganimizdan keyin xuddi mana shu umumiy aytgan odatlarimga 1 soat vaqt ketadi, umumiy. 1 soat o'sha narsalarni qiladigan bo'lsak, xuddi kun davomida qiladigan ishlarimiz kechikib ketadigandek bo'ladi. Lekin unday emas. Agar 1 soat vaqtimizni biz o'sha odatlarga sarflaydigan bo'lsak, kun davomida tetik yuramiz. Energiyamiz kuchli bo'ladi. 10 soatda qiladigan ishimizni 7-8 soatda qilamiz va charchamaymiz. Chet davlatlarda, Yevropa davlatlarida 5 kunlik ish kuni hisoblanadi. 2 kun dam olish kuni. 5 kunda ular 6 kunda qilinadigan ishdan ko'ra ko'proq natija ko'radi. Hozirda endi o'sha 5 kunlik ish kunini ham 4 kunlikka o'tkazishmoqchi va ular prognoz qilyaptiki, 4 kunda qilinadigan ish kuni 5 kun, 6 kunda qilinadigan ish kunidan ko'ra ko'proq natija berishini umid qilishyapti. O'zbekistonda ham hozir juda ko'p ishxonalarda 6 kunlik ish kunligidan 5 kunlik ish kuniga o'tilgan va natija oldingi 6 kun ishlaydigandan ko'ra ko'proq hisoblanadi. Shuning uchun biz yetarlicha dam olib, organizmni tiklab ishlaydigan bo'lsak, 10 soatda qiladigan ishimizni 7-8 soatda bemalol charchamasdan qilishimiz mumkin va barcha og'riqlarsiz sog'lom hayot kechirishimiz mumkin. Agar sizga tayyor kun tartibi ro'yxati kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga Telegramdan ro'yxat so'zini yozib yuboring va biz sizga tayyor ro'yxatni tashlab beramiz. Bu 7 ta odatdan tashqari sog'liq uchun foydali odatlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.